Assalomu alaykum hurmatli kursimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video darsligimiz bugun Script AI Manager orqali bo'ladi. Ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta mashinalarni birgalikda harakatlantirish to'g'risida bo'ladi. Xo'p, buning uchun birinchi navbatda biz F11 tugmasini bosib, mana bu bo'limni, ya'ni Script AI Manager bo'limini ochib olishimiz kerak. Agar sizda bu bo'lim ochilmagan bo'lsa, Windows bo'limidan ochib, mana shu joyda chiqib turish kerak. Agar chiqmasa, sekin qidiruvni boshlaysiz. Bu joyga AI so'zini yozadigan bo'lsangiz, gameplay bo'limida Script AI Manager bo'limi chiqadi. Bir marta bosganingizdan keyin sizda ekraningizni chap tarafida chiqib qolishi mumkin. Mana bu holatda siz shunchaki ushlaysiz, o'ng tarafda o'ziga qulay bo'lgan joyga, oynaga olib borib qo'yasiz va sizda mana shu oyna faol holatda bo'ladi. E'tibor bersangiz, men hozir kameradaman. Mashinaning kamerasiga o'tib olganimdan keyin, hop, G funksiyasidan chiqaman va mashina kamerasiga o'tib olaman. Mashina kamerasiga o'tib olganimdan keyin, men qaysi mashinada bo'lsam, bu faqatgina bitta mashinani tanlaydi. Ana shu mashinaga tegishli sozlamalar menda ishlaydi. Misol uchun men birinchi qizil mashinani tanlayman va bu joyda qanday tugma bor? Mana bu yozib olish knopkasi, barchasi. Hozir men sizga bu jarayon qanday ishlashini tushuntirib o'taman. Hop, birinchi qaysi mashinadan yurishni boshlamoqchisiz, o'shani tanlab olasiz. Aytaylik, biz balki ikkinchi mashinadan, balki uchinchi mashinadan yurishni boshlamoqchimiz. Buni ahamiyati yo'q. Buni ketma-ketligi o'zingiz xohishingizga ko'ra belgilandi. Misol uchun tartib bilan boshlasangiz maqsadga muvofiq birinchi navbatda qizil mashinani biz harakatga keltiramiz. Buning uchun har doim J tugmasini bosib qo'ying, chunki o'yin pauzada bo'lsin. Agar pauzada bo'lmasa, biz J tugmasini bosmasdan mashinani harakat yozib olishni boshlasak, bu bizni qancha kutsak, misol uchun mashinani ichiga o'tirib olishimiz kerak orada yoki boshqa qanaqadir sozlamalarni qilishimiz kerak. Buni barchasini Script AI Manager yozib boradi. Shuning uchun biz pauzaga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, buni zapsni bosgan taqdirimizda ham bu o'yin pauzdaligi uchun zaps ham pauzada bo'lib turadi va sizda hech narsa yozilmaydi. Shuning uchun zapsni yo'q olamiz. Mashinaga o'tirib olamiz va haydashni boshlaymiz. Misol uchun J tugmasini hozir men oldinga bossam yurmaydi. Endi men J tugmasini bosib, mashinani harakatlantiraman o'zim istaganimdek. Hop, mana tugadi. Mashina keldi va biz pauzani yana bosamiz. Chunki pauzani tez bosishimizga sabab biz yana buni to'xtatishimiz kerak. To'xtatmasak bu yana zaps qilib turaveradi. Shuning uchun biz buni to'xtatamiz. Endi to'xtatganimizdan keyin bizda o'zida mana shunaqa yo'l ko'rinib qoladi. Bu yo'lni qanday yo'qotamiz? Shuning uchun mana bu joyda debut lob degan pitichkalarni, ya'ni belgilarni biz olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz sizda ko'rinib tursin, xohlasangiz o'chirib tashlang. Bu ixtiyoringiz. Endi ko'rinib tursa sizga biroz tushunarliroq bo'ladi. Buni oxirida yana olib tashlashni ko'rsataman. Endi biz ikkinchi mashinaga o'tishimiz kerak. Ikkinchi mashinani ham haydashimiz uchun buni barchasini nolga tushirib olamiz. Mana mashina joyiga qaytdi. Endi joyiga qaytarish uchun mana bu knopkani bossangiz yetarli. Va biz qiladigan ishimiz keyingisi o'yinni zaps qilishni boshlaymiz. Zaps qilishni boshlaganimizdan keyin buni playsini ham bosib olamiz. Sababi biz bu mashinaga qarab yurishimiz kerak. Misol uchun orqasidan yurishimiz mumkin yoki o'sha bilan teng birgalikda harakat qilishimiz mumkin. Zaps hamma narsa bosildi, hamma narsa tayyor. Endi biz qiladigan ishimiz J tugmasini bosamiz va bu mashinani ortidan harakatlanamiz. Misol uchun buni tezligini shunga qarab moslashimiz mumkin yoki buni qanaqadir rejalashtirilgan holatda avariya qilishimiz mumkin. O'shunaqa vaziyatlarda bu narsa anchagina qo'l keladi. Yana J tugmasini bosamiz hamda bu yerda zapsni to'xtatamiz. Xo'p, endi keyingi mashinaga o'tamiz. Barcha mashinani xuddi shu ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Mana zaps tugmasini bosdim, J tugmasini bosib mashinani harakatga keltiraman. Yana pauza, yana xuddi shu ishimizni takrorlaymiz.
4-chi mashinaga o'tib olamiz. Zapisni yoqamiz, hammasini ko'rishni yoqamiz va mana bu hammasini ko'rishni yoqishimiz bu ixtiyoriy. Masalan, buni yoqmasdan ham mashinani harakatga keltirsak bo'laveradi. Keyinchalik buni tezliklarini sozlab olsak ham bo'laveradi. Kimda qaysi bir qulay bo'lsa, o'sha usuldan foydalansangiz bo'ladi. Yana J tugmasini bosamiz va mashinani harakatga keltiramiz. Hop, yana J tugmasini bosdim va bu yozib olingan o'yinni pauzasini o'chirdim. Endi hammasini o'chirib olaman va hammasini ko'rish tugmasini bosaman. Hop, hozir o'yin pauza turibdi. Endi biz buni kuzatishimiz uchun F11 dan chiqib tursak ham bo'ladi. Mashinaning kamerasidan ham chiqaman. Hop, endi J tugmasini bosib pauzadan chiqaradigan bo'lsam, mashinalarning hammasi bir vaqtda harakatlanyapti. Hop, endi qiladigan ishimiz nima? F11 tugmasini bosamiz, Script A Managerga yana o'tamiz va bu joydan pauzani bosib, hop, loopni olib tashlaymiz, debutni olib tashlaymiz. Barchasidan shu funksiyalarni olib tashlashimiz kerak. Hop, yana qaytaramiz va playni bosamiz. Endi bizda hech qanaqa chiziqlar yo'q. Hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Endi Script A Managerga bog'liq bo'lgan yana bir narsa bor. Mana hozir loop tugmasini olib tashlaganimiz, mana bu loop, bu mashinani orqaga qaytib qolishi. Agar mana bu debut esa bu yo'l chiziqligi. Misol uchun agar biz bunga loop yoqadigan bo'lsak, bu mashina har safar boshiga qaytib qolaveradi. Hop, endi yana pauza tugmasini bosamiz. Qaytadan play tugmasini bosamiz. Mashinalar boshiga borib qoldi. Endi bizda mashina sozlamasiga kirib biz ko'rib olishimiz kerakki, hop, mana shu mashina bizda biroz kech qoldi. Endi buni tezligini to'g'irlasak bo'ladi. Misol uchun start. Mana bu joyga startga agar biza 1 sekund oldin qo'zg'alasan deb agar biz buyruq berib qo'yadigan bo'lsak, bir tugmasini bosib qo'ysam, endi bu mashina boshqalarga nisbatan 1 sekund vaqtli boshlaydi. Ya'ni marraga oxiriga yetib bordi. Endi mana shuni marraga hammasini bir vaqtda yetishini ta'minlash uchun buni 1 sekund oldinga harakatlanishini yozib qo'ydim. Demak, mana shu start offset degan bo'lim mana shu narsani ta'minlab beradi. Hozir buni amalda ko'ramiz. Xo'p, shunda ham ikkita mashinani tezligida biroz muammo bo'libdi. Mana endi yana buni 1 soniya, yana endi 2 soniyaga ko'taramiz. Ikkinchi mashinanikini esa 1 soniyaga qo'yamiz. Va yana play tugmasini bosamiz. Hop, yashil mashina yana bizda sekin harakatlandi. Ya'ni yashil mashinani tanlaymiz. Yashil mashinani hop aniqlab olishimiz kerak. Hop, yashil mashina hop 1 sekund ekan. Bunga 2 sekund berib ko'ramiz bunga. Mana play tugmasini bosamiz.
Hop, aytaylik, endi sariq mashina bizda juda ham tez harakatlanib ketib qoldi. Endi biz sariq mashinani biroz sekinroq harakatlantiramiz. Sekinroq harakatlantirish uchun, ya'ni boshlashni, misol uchun 1 sekund -1 qo'yadigan bo'lsak, -1 sekund bu sekinlashadi. Va yana play tugmasini bosamiz. Deyarli hammasi bir xil vaqtda to'xtadi. Xuddi shu ko'rinishda Script A Manager orqali biz mashinalarni harakatini rejalashtirsak bo'ladi. Ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta mashinani rejalashtirsak bo'ladi. Xo'p, bu tayyor bo'ldi. Endi playni bosamiz va pauzani bosib qo'yamiz. Har doim pauza bilan ishlash kerak ko'pincha. Xo'p, endi qiladigan ishimiz nima? Script A Managerdan chiqamiz va endi biz replay funksiyasidan ham foydalanishimiz kerak. Sababi biz o'yinni mana shu replayda har doim yozib olamiz. Replay tugmasi bosiladi. Endi biz kamerani to'g'rilab chiqishimiz kerak. Hozir boshlanishiga biz siz bilan oddiy bo'lgan kameralar bilan ishlaymiz. Misol uchun mana shu kamera bilan hozir mashina faqat 4-kamerani olib ketadi. Yoki boshqacha yo'li ham bor. Bu kamerani mashinadan chiqqan holatda, misol uchun mashinadan chiqdik. Birinchi kamerani shunchaki mana shu joyga joylashtiramiz. Uzr, hozir kamera bizga joylashuvi muhim ahamiyatga ega emas. Keyinroq qilamiz bu ishni. Hozir bizga kamera joylashuvi umuman muhim ahamiyatga ega emas. Prosta biz J ni bosamiz, kutamiz. Biz qayerga qarab turishimiz umuman muhim emas. Misol uchun boshqa joylarni kuzatamiz. Nimanidir kuzatsak ham, oxiri biz mana shu mashinalarning yetib kelishini kutamiz belgilangan marraga. Bo'ldi, mana yetib keldi. Va shu joyda biz o'zimizni mashinalarimizni pauzaga qo'yib, o'yinni yozib olganimizni tasdiqlaymiz. Mana shu replayni to'xtatamiz va bu papkalar yordamida endi mana shu papkadan o'sha yozib olganimizni xohlagan paytimiz, agar o'yindan chiqib ketgan taqdirimizda ham mana shu narsani qaytadan o'zimiz qo'yib ko'rsak bo'ladi. Mana bas qilamiz va mana shu joyga qaytaradigan bo'lsak, mashinalarni mana ketma-ketlikda yurib kelyapti. Endi biz buni yozib olganimizdan keyin, replayda yozib olganimizdan keyin o'sha bizda hamma narsa tayyor, mashinani qanday yurishi, hamma narsani yozib olganmiz. Bizda replay ham tayyor. Endi biz kompyuterimiz klaviaturasida Alt U tugmasini bosamiz. Alt U tugmasini bosganimizda bizda ekran to'liq holatda yozib olishga o'tadi. Ya'ni mana bu har xil replay funksiyasi yoki mana bu speedometer, start stop tugmalari bizda ko'rinmaydi. Biz o'yinimiz yozib olishga tayyor bo'ladi va OBS Studio orqali o'yinni barcha sozlamalarini, yozib olish sozlamalarini to'g'rilab olasiz. Kamerani endi joylashtirish muhim. Boya biroz adashdim. Kamerani joylashtirdim. Mana birinchi kamera aytaylik, mana shu joyga joylashdi. Endi bu oddiy yozib olish. Keyinroq sizga mukammal kamerani, ya'ni bu yerda harakatlanadigan kamera funksiyasi ham bor. U bilan keyinroq shug'ullanamiz. Hozir biz eng oson usuldan foydalanamiz. Buning uchun kamerani mana shu ko'rinishda yozib oldik. OBS Studio hammasi tayyor va biz OBS Studioda playni bosib, playni bosganimizdan keyin J tugmasini bosadigan bo'lsak, mashinalar harakatga keladi. Shu joyda pauza qilamiz. Endi ikkinchi kamera joylashuvi. Ikkinchi kamerani mana shu joyda joylashtirsak bo'ladi, misol uchun. Mana shu tepalikka joylashtirib qo'yamiz. Mashinalar kelib chiqqunga qadar. Xo'p, mashinalarning ikkinchi kamerasi joylandi. Endi uchinchi kamera mana shu joyga joylashish mumkin. Pauzadan chiqib yana davom ettiraveramiz. Yana pauza qilamiz va oxiri finishga yetib kelgan vaqtda biz boshqa rakursdan yana tayyor videoni yana J tugmasini bosib shu joydan davom ettirib ketsak bo'ladi. Va oxirida bizda kamera joylashuv shu joyda tugaydi. Tugagandan keyin biz bemalol o'sha OBS Studioga zapisni to'xtatib, CapCut ilovasiga olib kirib, o'zimizga keraklicha montaj qilsak bo'ladi. Shu joygacha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, mana shu Telegram kanalimiz bor bizda. Telegram kanalimizga kirib, lichkamga o'tib yoki guruhda, bizning guruhimiz ham bor, yoki videolarni kommentiga yozsangiz ham albatta javob yozamiz.
qanaqa kamchilik bo'ldi, qanaqa sizda nimadir o'xshamadi, shu narsalarni bizga tushuntirsangiz, iloji boricha skrinshotlar yordamida yoki videoga olib o'sha narsalarni ko'rsatsangiz, biz sizni xato kamchiliklaringizni ko'rib, imkon qadar sizga amaliy yordam yoki tavsiyalar, maslahatlar berishga harakat qilamiz.